Demak, uzoq muddatli rejani ishlab chiqishimiz kerak. Albatta bir necha 10 yillarni olishi mumkin, lekin bu davlatimizning kelajagi uchun juda ham zarur bo'lgan reja. Albatta hammasi bu meni o'zimni shaxsiy qarashlarim, xato bo'lishi mumkin. Bu tabiiy albatta. Sizning ham fikrlaringizni kutib qolaman. Biz Yaponiyaga o'xshagan katta ambitsiyali, Janubiy Koreyaga o'xshagan do'stlarimiz bilan birgalikda Turkiya, Ozarbayjon va albatta qo'shni respublikalar qardoshlarimiz bilan bu rejani ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni qanday? O'zlarini islom imorati deb atayotgan aslida pashtun millatchiligiga asoslangan bu to'dani, bu jinoiy to'dani o'z o'rniga keltirib qo'yishimiz kerak. Ya'niki bu yerlarning asl egasi bo'lgan Gunay Turkistonlik turklar, o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar va albatta tojiklarni birgalikda qo'yib, bugungi Afg'oniston hududidagi mana shu millatlarni o'zaroga keltirishimiz, ittifoq qildirishimiz va albatta Gunay Turkiston rejasini amalga oshirishimiz kerak. Bu reja qanday? Afg'oniston xaritasidagi hududdan Janubiy Turkiston, Gunay Turkiston o'z hududini ajratib olsa, biz Karachi portigacha bemalol temir yo'llar qurishimiz, tinch bir hudud tashkil qilishimiz, konlarni o'zlashtirishimiz, yer osti boyliklarini o'zlashtirishimiz va albatta xalqiga tinchlik olib kelishimiz va Pokistonning notinchligiga ham davo bo'lishimiz mumkin. Pokiston bilan to'g'ridan to'g'ri savdo aloqalarini yo'lga qo'yamiz va albatta dunyo suv yo'llariga chiqish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Albatta yillar ketishi mumkin, lekin bu narsa amalga oshadigan bo'lsa, O'zbekiston davlatchiligi, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, butun turk dunyosi uchun ham juda katta bir kelajak yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Bu tomondan Xitoydan chiqib keladigan tarixiy buyuk ipak yo'llarini Zanguzor koridori orqali bog'lash nasib qiladigan bo'lsa, Yevropaga ham chiqish juda osonlashadi. Bu bizning logistika yo'lida turishimiz Amur Temur davridagi qudratimizni qaytarishga yordam beradi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar.